Assalomu alaykum bolalar. Bugun bitta savol qiynayapti. Meni tarkibim Barsani tanlagan bo'lsam jamoamni. Lekin jamoamda 2-3 o'yinchi bor. Lamine Yamal bor, Rafinha bor. Nimaga men hamma Barsa o'yinchilarini sotmasligim kerak, to'g'rimi? Men sotib oldim. Ko'rishlarim mumkin. O'yinchilar sotib oldim, hozir internet yaxshi ishlamayapti. Ana sotib olganman. Hammasi sotib olingan. Fermin bo'lam, De Jong bo'lam. Endi bu narsalarni bu o'yinchilarni tarkibga qo'yamiz va tarkibga qo'ygandan keyin sekin ularni kuchaytirib boshqalar qilamiz. Va hamma tarkibni yig'ib bo'lgandan keyin bitta ish qilamiz. Qanaqa ishmi? Nima qilinadi? Bilmayapti endi. Ana o'ynab chiqish kerak. Hayt. Qani ungacha bo'lgan jarayonni tezlashtirilgan kadrda ko'raverasizlar. Yakuniy tarkibni ko'rib turibsizlar. 109 o'rim, Barsa tarkib, hamma Barsa o'yinchilari bor va endi xat-xatga yo'l olamiz. Qani, World Class 2daman. Estimaga chiqishim kerak bundan ham. Shuning uchun hozir xat-xat o'ynash davomidaman. Qani, o'yinchi topilarmikan? Kutamiz. Nima chiqmayapti? Birorta o'yinchi yo'qmi? Men o'rim 109 o'ynayveraman 115 lar bilan ham. Farqi yo'q вообще. Chiqquncha tezlashtirib ko'rsatib beraman. Va nihoyat o'yinchi chiqdi. Hali Madrid deganiki. Qani endi yutishga harakat qilamiz, endi nima ham qilamiz? Qani ko'raylik tarkibini. 107 meniki, 110, 106, 12, 116, 117, 115. Yutishga harakat qilaman. Endi bu tarkib bilan ham yutib qo'ysam endi nima qilish kerak endi meni? Qani o'yin boshlanmoqda. Kelayni sharhlovchilik qilib turay sizlarga. Yaxshi tarkibda yodlab olaylik, qaysi kim. Ronaldo, Stoichko, Karvah. Mayli endi yutishga harakat qilamiz, endi nima ham qilamiz, to'g'rimi? Lewandowski to'pni o'yinga kiritib bermoqda. Rafinha, De Jong, Lamine Yamal yuguryapti. Dribling o'xsharmikan bunda? Va ko'ko'rili. De Jong, Fermin, Lamine Yamal. Qani Lamine Yamal kirib bormoqda. Jo'navishni aldadi. Lamine Yamal zarba ozgina qoldi. Ozgina gol kirardi-ya, shu xatoni qilmaganda. Qani Rafinha. Yaxshi Pedrida to'p. Lewandowski. Qana narsa tashyaptilar stiker. Lamine Yamal, De Jongda to'p. Yana Lamine Yamalga pas, Ferminga pas. Nima cholaveryapti bu? O'zi normal o'ynalmayman. Yana men o'zimdan ancha katta Ronaldo bilan push etmoqchi. Kubarsi, Balde ko'rishlarim mumkin. Tarkib rostdan ham Barsa tarkibi. Lamine Yamal hujumda. Husanov bor ekan. To'g'ri, endi Husanov ham 110, lekin Lamine Yamal ham lekin 107. Husanovdan ham pastroq. Mayli, nicho, hech nima bo'lmaydi. Baribir yutishga harakat qilaman. Balde to'pni o'yinga kiritib beradi. Rafinha, Pedri bo'lish kerak. Fermin aka. De Jong, Lamine. Qani. Lamine Yamal. Hop, ana ko'ko'rilla, Barella, Lewandowski to'p o'tib ketdi, zarba. Husanov qaytarib qoldi. Kubarsi olib qo'ydi. Chichi yordim. To'g'ri pas ham bera olmasam. Balde hujumga chiqyapti.
Yana birga bir ochilib ketadi. Pastda birga bir ochilib ketadi. Yo'q. Balli qani. Yaxshi baldi. Yo'q, yana yaxshi Erik Garcia. Top Ferminda, Lewandowski, Lamine Yamal, Cucurella. Yo'q, to'pni asrab qoldi Lamine Yamal. De Jong. Qani, yugur De Jong, yugur. Yaxshi. Qana pas endi bu? Mayli ikkinchi taym boshlanganda, ikkinchi taymda xo'rlaymiz. Ishonaveringlar. Ikkinchi taym boshlanmasa, sizlarga ko'rsataman qana o'ynashdi. Lewandowski qani? Kirib to'pdi yaxshi. Ronaldo do'y boshlab berar ekan. Lewandowski. Qani Kubarsi yaxshi. Kubarsi yo'q, birga bir ochilib ketadi. Garcia. Uchi pushga tepmoqchi. To'g'ri tepmaysan, hozir yutqazasan. Ferminda top. Lamine Yamalga. Yo'q, baribir. Cucurella. Olib ketdi. 0-0 bo'lib qolmasa bo'ldi, men yutishim kerak. Pedri, Fermin, De Jong, Lamine. Qani, bot Cucurella. De Jongni. Shu videoni ko'rayotgan bo'lsa, men mana o'ynagan odam uzr so'rayman. Qani, Lamine ochildi. Zarba! Gol Lamine Yamaldan, birinchi gol. Epla bo'lmayapti. Nishonlashlar qattiq yerga yotib olib. Qani, yana bir marta ko'raylik. Cho'ta ko'rolmayapman golimi. Izdovatsiya qilish kerak. Raqibni izdovatsiya qil. Sizlar oltin qo'ydi. Hozir vartaga gol urmoqchi bo'ldimi? Nima qildi hozir? To'g'ri, Ter-Shtegen 102 lik. Zato to'saladi na gollar. Ronaldo, Kubarsi, De Jong, yo'q, olib ketdi. Yaxshi, pressing. Bot bo'lsa ham pressingi bor bular. Balde, Pedri, Balde. Rafinha, Lewandowski hujum qilmayapti-yu, Fermin, Lamine. Hozir nima qildim? Hozir Rainbow nima kerak edi? Lewandowski. Qani Rafinha. Lewandowskiga pas, yana Rafinhaga pas. Yo'q, birga bir chiqadigan vaziyat Van Dijk oyog'iga yetib qoldi. Kunde, yaxshi. Pedriga berdi. Qani Pedri nima? Fermin, Laminga, De Jong. Qani, tepadan pasmi? Yo'q, Cucurella aldashga harakat qilyapti. Ana pas, zarba. Yo'q. Uni Alonso ham yaxshi ekan. Varatari ham Amiri kimidin? Anchadan beri o'ynamaganimga ismini ham chiqibdi nechilik o'yinchilar. Melo qani. Fermin, Rafinha. Yaxshi. Qani, yaxshi. Lewandowski. Sal qattiqroq tepish kerak edi. O'yin tugadi. Akalayni eplab bo'lmayapti. Izdovatsiya qilishim qaranglar. 1-0. Keyingi safar yozib qoldiringlar kommentda, qaysi tarkibda qilay. Lamine Yamal 61-daqiqada urgan golim. Mana haytda ham yutdim. Nima qilish kerak bular? O'zi VSTK ham o'ynamoqchi edim, VSTKda lekin menga shans kam beradi. Shunisi bor va keyingi safar kimnikini qilay, qaysi komandani qilay. Siz nimaga hali ham like bosmadingiz? Obuna bosganimizni ish qilib, like obuna bosib qo'ymaysizmi? Nima farqi bor? Sizdan hech nima ketmaydi-ku, to'g'rimi? Shuncha qilyapman, video olyapman.